Mana shu obyektimizda pastga tushish juda qiyin, chunki mana bu освещение deydimi, svetilnik deydimi, любой joyda chetida bor. Bu nozik narsa, bunga nagruska berib ham bo'lmaydi. Shunga nagruska yetkazmasdan qandoq pastga tushishni ozmaslikni ko'rsatib beraman. Svetilnikni bu chetidan olamiz. Stolsaga zapravka qilamiz. Tayyor. Endi страховка. Страховкani paka shu chetdan olamiz. Pastga tushganda o'zgartiramiz. Endi bizga kerak bo'ladi jumar deyiladi, rolik, bunisi pedal. Mana shu jumarni yana nimaga kerak ekanligini sizlarga tushuntiraman, отдельно video olib. Tepaga ko'tarilish uchun ham shu kerak bo'ladi. Atrof ham ko'rsin. Oyoq kirgaziladi. Bismillah. Endi pastga tushib ketmasligi uchun buni ko'taramiz ikkinchi tomonini. Biz уже нормально o'tirib oldik. Endi jumar kerak emas bizga. Endi страховкani olamiz. Bu yog'idan o'tkazamiz. Bu chotki zarar yetmadi. Shunaqa gaplar.